Tushda tuya ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'rilgan tuya odatda sabr, toqat, uzoq safar, boylik va katta mas'uliyat ramzi hisoblanadi. Tushda oddiy tuyani ko'rish sabr bilan yurgan ishlaringizni natijasini ko'rishingiz, rizq va baraka kelishi mumkinligini anglatadi. Tushda tuya minish uzoq safarga chiqish, hayotda muhim o'zgarish yoki katta maqsad sari intilish belgisidir. Bordiyu minayotgan tuyasidan yiqilib tushganini ko'rsa, rejalarda to'siqlar yoki vaqtinchalik qiyinchiliklarga duch kelishi ehtimoli bor. Tushda tuya karvonini ko'rish foydali tanishuvlar, savdo, ishdagi muvaffaqiyat yoki uzoqdan keladigan xush xabardir. Tushda ko'rilgan oq tuya ezgulik, halol rizq, xotirjamlik va quvonchli voqealarni ifoda etadi. Qora tuya bo'lsa kuchli sinov, mas'uliyatli yoki ta'sirli inson bilan bog'liq voqeadir. Tushda tuya bolasini ko'rish yangi boshlanishlar, farzand yoki oilaviy quvonch belgisi sifatida talqin qilinadi. Tushda tuyaning hujum qilganini ko'rsangiz, dushman, hasadgo'y yoki muammolar bilan yuzlashish ehtimoli bor. Tushda sizni tuya qo'yayotganini va tuyadan qochayotganingizni ko'rsangiz, mas'uliyat yoki muhim qarordan qochishga urinayotganingizni anglatishi mumkin. Tushda tuya so'yish ayrim ta'birlarda katta foyda va muammodan qutulish, boshqalarda esa ehtiyotkorlik zarurligini bildiradi. Tafsilotlarga qarab ma'nosi o'zgaradi. Shifo, sog'liqning yaxshilanishi va halol rizq belgisidir. Tushda ko'p tuyalarni ko'rish mo'l-ko'lchilik, katta imkoniyatlar yoki hayotdagi muhim o'zgarishlarni ifoda etadi. Yolg'iz qiz tushida tuya ko'rsa, ba'zi ta'birlarga ko'ra munosib inson bilan tanishadi yoki nikohga yaqinlashishi belgisi hamdir. Turmush qurgan ayol ushbu tushni ko'rsa, oilaviy barqarorlik, sabr evaziga yaxshilik va rizqidir. Homilador ayol bu tushni ko'rsa, homiladorlikning yaxshi kechishi va farzandi bilan bog'liq xush xabar sifatida talqin qilinadi. Erkak kishi shunday tush ko'rsa, ishdagi muvaffaqiyat, mas'uliyatning ortishi yoki safarga chiqish ehtimoli haqida ogoh etadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.